Так что бұл сен сұрағыңа жауап. Ал енді давайте по полочкам. Bobur Abdulazizov va Damirchik 25-may kuni Urban Ligasida jang qiladi. Qozog'istonlik Damirchik hozirda u 20 yoshda. Bobur Abdulazizovdek tajribali jangchi bilan jang qilish u yoqda tursin, u bilan jang qilish haqida o'ylash ham juda qiyin bo'lsa kerak. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Xumo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Hozircha bu ehtimoliy jang bo'yicha ikkala tomon ham rasmiy bayonot bergani yo'q. Ammo Damirchikning so'nggi videosi Odilxon Kamolov haqida bag'ishlanganligi ko'rinib turibdi. Bundan tashqari Urban Ligasi ayni paytda faol ravishda sportchilarni yig'ish bilan band. Lekin ayrim muxlislar orasida savollar ham yo'q emas. Bu Urban Ligasi hozirda jonli ravishda sportchilarni yig'ish bilan band. Oddiy sportchi emas, ayniqsa yuqori reytingda turadigan sportchilar yoki-da uning loyihasi faqatgina jonli obunachi yig'ish xolosmi? Abdumalik Yorbo'tayev esa Erka bilan Toktar bilan jangni o'zi tasdiqladi. Videolar chiqdi, kartlar chiqdi, Erki bilan boy bo'ladimi Toktar bilan deb. Bu borada Bobur Abdulazizov yoki Damirchik rasmiy munosabat bildirmadi. Qadrli do'stlar, sizlar nima deb o'ylaysiz? Bobur Abdulazizov bilan Damirchik ikkalasi bir-biri bilan raqiblik qila oladimi? Bu ikki jangchi o'rtasida jang bo'ladigan bo'lsa, kimning qo'li baland keladi? Albatta o'z izohingizni kommentariyga yozib qoldiring. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Boyga ham 5 kun vaqt qoldi. Kitobsizlarmi boydi? 28-mart kuni urushamiz, nasib bo'lsa. Duoda bo'lib turinglar, chiroyli boy qilamiz. Videolar chiqdi, kartlar chiqdi, Erki bilan boy bo'ladimi Toktar bilan deb ko'p kishi menga yozibdi. Nasib bo'lsa boy bo'ladi. 28-mart kuni u ham men ham urushamiz. Bitta kartga u Marcel bilan urushibdi, men ana Tintay bilan urushaman. Nasib bo'lsa u ham men ham yutsa, keyingi oilaya nasib tashkil bo'ladi, boy bo'ladi. Erki bilan Toktar bilan tugatilmagan ish qolgan o'rtamizga. O'zim tugatib qo'yaman nasib bo'lsa. Всем ассаламу алейкум. Всех приветствую. Men boydan keyin Erkilonga deb poyst shrab bir намек tashlab edim. Ол моментте Erkilon ko'rmay qoldim, сондай birdenke bo'ldi. Так что бұл сен сұрағыңа жауап. Ал енді давайте по полочкам. Мен Адилхонмен бойдан кейін мен 3 ай емделдім. Травмаларымды емдедім. Мен қазір потихоньку формаға кіріп келе жатырмын. Енді бұл жерде қазір Еркебұлан Марсельдің бойы өткізіп жатыр. Марсельдің бойын өткізіп алсын, ол жерде мен жеңіс тілеймін, ешқандай жаман ойым жоқ. Бірақ сол бойдан кейін Еркебұлан либо поезд қорғасын, либо поезд тастап кетсін. Мен базар жоқ, рингтің сыртында аға деп мен сыйлаймын. Бірақ рингтің ішіне мен біреуді сыйлап қалатын болсам, мен 5-6 жыл бір орында отырып қаламын. Бұл спорт, бұл жерде артық ештеңе жоқ, чисто спортивный интерес. Так что бұл менде Октагон лигасының үндеу. Либо Еркебұлан поезд қорғасын, либо поезд тастап кетсін. Мен біреудің көңіліне қарап отыратын жағдайда емес, мен аш бала тоқ баламен ойнамайды дейді. Маған да өзім жағдайым жасауым керек, мен байдың баласы емеспін, аспаннан салбырап түскен жоқпын. Так что всех приветствую, всем ассаламу алейкум.